shunday tortsak, mana xohlaymizmi, xohlamaymizmi bu sochga. Hurmatli qizlarjonlar, ko'pchilik qizlarimiz so'rashadi, "Men bunaqa temir osnovali abadoklarimiz sochimni yulmasligi uchun nima qilishim kerak?" deb savol berishadi. O'sha savollarga bugun javob tariqasida shu videoni olishga qaror qildim. Qaranglar qizlarjonlar, bu temir osnovalar bilan ishlangan abadok. Buni siz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham bu temir osnovadan bo'lgani uchun mana shu joylari sochlarni orasiga kirib qolsa, albatta bu sochingizni yuladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa temir abadokdan foydalanib qilinadi bunaqa narsalar. Bu temir bo'lgani uchun qanchalik ochsangiz ham, mana tekis qilib ochsangiz ham bu hech narsa qilmaydi. Yana o'z holatiga qaytadi. Bu yoyilib qolmaydi yoki bo'lmasa sinib ketmaydi, hech narsa bo'lmaydi. O'shaning uchun mana shunaqa temir osnovada, temir abadoklarga qilingan abadoklarni sochni yulmasligi uchun mana shunaqa abadoklarni katta qilib ochib olish kerak. Mana katta qilib ochib sochga qo'yish kerak. Mana qo'ydik. Endi olmoqchimiz. Olgan paytimizda ham xuddi shunaqa ikki tarafini ushlab, mana shunaqa qilib sekinlik bilan olish kerak. Shunda bizani sochimizni yulmaydi. Agar biz shunaqa holatda qo'yib olmoqchi bo'lgan paytimizda xuddi shunaqa qilib mana shunaqa ushlab turib orqaga mana shunday tortsak, mana xohlaymizmi, xohlamaymizmi bu sochga ilib qoladi mana. Sochni yuladi. Bunaqa holat bo'lmasligi uchun hozir yuqorida ko'rsatganimdek mana shunaqa qilib taqib, shunaqa holatda olish kerak. Videoyim foydali bo'ldi degan umiddaman.